Любой o'g'il bolani sharoit yo'liga sindirib qo'yadi. Любой o'g'il bola. So'chi sharoiting yo'ligidan qo'ling kalta bo'lib qolishi mumkin. O'zing xohlagan, o'zing qilishni xohlagan ishlarni qila olmay qolishi mumkin. Masalan, qizing bilan gaplashasan. Qizing telefon qilib aytadi sizga, "Qarochi, menga suvchi jo'nating, tezroq 100 digirani jo'nating, birga bo'linglar u yoqda." O so'ramaydi u qiz, kallasi ishlamaydi. O mana bolada sharoit bormi, yo'qmi? U bola xoliydi, rostdan uylanish xoliydi u qizga, lekin sharoit yo'q. Eng qizig'i erkak kishi etolmaydi derdi. O meni pulim yo'q deb etolmaydi. Cho'sinmi, sabr qilib. U tushunmaydi. Boshqasiga ikkitani boshqa qolgan bola bechara sinib qolib ketadi-da. Eng zo'ri shu. Bu o'g'il bolani sharoit yo'liga sindirib qo'yadi. Yaxshi ko'rgan narsasiga erisha olmaydi. O'zi xohlagan narsasiga erisha olmay qoladi. Eng yomoni mana shu yuragida turadi bu narsa. Etolmaydi hech kimga. Voy, faqat Allohga etolaydi. Shuning uchun nima ham deymiz? Alloh hammamizning mushkulimizni oson qilsin. Buni tushunish kerak. O'g'il bolaning dardini faqat o'g'il bola tushunadi. Bu oddiy bolalarga tegishli, adasi boylani yoki adasi qilib qo'yganlar emas. Oddiy ko'chada yurgan, prosta o'zimizga o'xshagan bolalarga tegishli. Erkak kishini sharoit yo'liga sindiradi.